Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'g'lingiz bormi? Ha, bor. Uylantirmagansiz. Yo'q, endi nasib. Endi qarang, kelin o'g'lingizga yoqish kerakmi yoki sizgami? O'g'limga yoqish kerak edi. Endi o'g'lingizga yoqqan qiz masalan kalta kiyim kiyadi, yevropeyskiy, umuman sizni tabiatingizga to'g'ri kelmaydi. Kelin qilib beraverasizmi? O'g'lim xohlasa. Yoqmasa ham olib beraverasiz lekin. Yo'q, endi yoqish kerak. Menga ham yoqish kerak, o'g'limga ham yoqish kerak. Yana bitta savol beraman. Qarang, kir mashinani o'g'lingiz olib bergani yaxshimi yoki kelin qilib olib kelish kerakmi? Yo'q, o'zimiz qilganimiz yaxshi. O'zingiz, mana keliningiz keldi, kir mashinangiz bor. Kelin kir mashinada yuvish kerakmi? Bitta dona kiri ham yoki qo'lda yuvish kerakmi? Bitta dona kir bo'lsa qo'lda yuvish kerak. Qo'lda yuvish kerak. Mana bir xil bizani oldingi paytimizda aytishgan chillali kiyimlarni hozir shartta olib kir mashinasiga tiqib yuborishadi kelinlar. Shu qanaqa bu irimmi yoki bu narsani kirma o'zi yuvorsa Endi bo'ladimi? ular irimga. Irim. Siz ham bunga tabiiy qaraysiz. Ha. Hozirgilar unday qilmaydi, hamma narsani kir mashinga. Shunga yaxshi qaraysizmi? Kir mashina tiqishga yo'q, qo'lda yuvib turish kerakmi? Qo'lga ham yuvib turish kerak. O'zbekligimizni bilib turishimiz kerak. Kelin bo'lganda ko'lda yuvish kerak, to'g'rimi? Eshitdinglar? Rahmat. Sog' bo'ling.